Salloh hakka. Tinchlikmi? Tabriklayman, pravo oldim. Bayram ekan-da. Конечно. Endi mashinangizni haydab ko'rsam bo'ladi-yu, to'g'rimi? Kerak emasdi balkim. Pravo sen haydaysan degandingiz-ku. Ha, bo'pti, mayli. Xo'sh. Avoy, remont deydi. Tak, dvornik ishlayaptimi? Ishlayapti. Bu ko'chada 40 gradus issiq yomg'ir yo'q, dvornik kerak emas. Tekshirib ko'rdim-da. Voy, sizda ikkita pedal ekan. Nima qildi? Bizda avtoshkolada mashinada 3 ta pedal bo'ladi degandi. Uchinchisi qani buni? Voy, senga yetishmadimi? Nimani? O'qishni bitirganingdan keyin pravaga qo'shib 3-pedalni ham berishadi. Senga berishmabdi. Aldashibdimi? Ha, sen borib olib kelsang 3-pedalni o'ntga qo'yamiz, keyin haydaysan mashinani. Hozir. Go'zalim, bugun biz o'limdan qutulib qoldik. Qanday yaxshi qizlar mashinani tushunmasligi. Bayram bo'lyapti.